Ayollar diqqat qilinglar, sizlar uchun har doim so'raysizlar, kistat, mioma, fibromiyoma, eroziya nima qilaylik opa deb. Mana anglab olinglar. Tezchilesnik, mana bu chistatel, mana bu lopuq ildizi. Hammasining aralashmasidan bir osh qoshiqni 200 mg suvga damlab doimiy ravishda ichamiz. Agar tiqilmasi ko'p, vazni kattalar albatta ochlik tozalov qilinglar. Ana undan keyin agar menstruatsiya sikl ham buzilgan bo'lsa, ruta barg mana ko'ryapsizlar, rutadan 4 grammni 100 mg suvga vodinoy banya qilib qaynatib, mana bundan ham ichamiz. Ana undan keyin ramashka, belaya omila va krapivadan uchalasidan aralashmasidan bir osh qoshiqda 500 mg suvga damlaysizlar-da, sprinsovka qilasizlar. Undan ortidan esa mana 2,5 gram mumiyoni 100 mg suvga eritib, tamponga botirib tiqasizlar. Yo bo'lmasa, yana bundan plus 30 mg spirt, asal qo'shib tampon yasaysizlar-da, uni ham ichkariga qo'yishga tavsiya etaman. Tavsiyamiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmang va siz o'zingiz uchun yo'qotib qo'ymaslikka saqlab qilib qo'ying.